Do'stlar, navbatdagi yozgi transferlar oynasi ham yakuniga yetay deb qoldi va o'zining hal qiluvchi pallasiga yetib keldi va biz allaqachon bir qancha ajoyib xaridlarning guvohiga aylandik. Va keling do'stlar, bu yozda amalga oshirilgan top 5 ta transferlarni ko'rib chiqamiz. Ro'yxatimizda PSJning bu yozdagi unikal xaridi Mikke gol sochib beradi. Paris superklubi uni 55 million yevro evaziga Ajaxdan xarid qildi va qaysidir ma'noda olmos sotib oldi desak ham adashmagan bo'lamiz. To'g'ri, uni aksar futbol muxlislari hali u qadar yaxshi tanimasligi mumkin, lekin kelayotgan mavsumda juda yaxshi tanib olishadi. Keyingi o'rinda esa Bavariyaning bu yozdagi kamsonli xaridlaridan biri Ismail Saybari. To'g'ri, Bavariya bu yil yozda aktiv bo'lmadi, ammo bitta yaxshigina xaridni amalga oshirdi. Klub uni 70 million yevro evaziga PSV Eindhovendan xarid qildi. Biz uni mundialda juda yaxshi eslab qolgandik va kelayotgan mavsumda ham porlashi kutilmoqda. Kuchli uchlikdan esa katta xaridlar joy oladi va ulardan biri Rodrining Barselonaga ko'chib o'tishi bo'ldi. Kataloniyaliklar uni naqd 75 million yevro evaziga xarid qildi va umuman olganda Barselonaning bu yozdagi eng aqlli xaridlardan biri bo'ldi va Rodri Barselonaga kelayotgan mavsum Chempionlar Ligasini olib kelishni va'da qildi. Keyingi o'rinda esa Morgan Rogers va uning Chelseaga transferi. Sherlar uni 137 million funt sterling evaziga Aston Villadan xarid qildi va APL tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylantirdi. Birminghamdagi 2 yillik ajoyib mavsumdan so'ng u endi Chelsea sharafini himoya qiladi va Alonsoning yangilanayotgan jamoasida asosiy tarkib uchun jiddiy kurash olib boradi. Va nihoyat birinchi o'rinda Yan Diamande va uning Real Madridga transferi. Qirollik klubini 125 million yevro plus bonuslar bilan Leipzigdan xarid qildi va klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylantirdi va yangi mavsumda Jose qo'l ostida porlashi kutilmoqda. Rodrigoning jarohati bois u asosiy tarkibda yaxshigina imkoniyatga ega bo'lmoqda.